Davenisiz bormi? Nima? Ha? Bor hamma. Pardan olib tashladingizmi? Parda bo'lmagan. Ha? Parda bo'lmagan tarixda ham. Bu pardaniki-yu mana aka. Boshqa narsaniki. Parda turuvdi yilini. Xizmat guvohnomangizni bering. Va men sizlarga ko'rsataman, soqol qo'yib yurish mumkin emasligi haqida. Yo'q, hujjatlaringizni to'liq taqdim qiling. Xizmat guvohnomangizni taqdim qiling, keyin taqdim qilaman. O'rtoq komandir. Qo'lingizni oling, men ko'rishim kerak uni. Sizmi, siz emasmi? Oling, bir ichida rasmi bor. Qo'lingizni oling, o'qishim kerak. Umirzoqov Ilyosbek Islomiddinovich. Bular soqol qo'yish mumkin emas deyapti, hozir javob beradi shu gapiga. Soqol qo'yish mumkin emasligiga. Bo'ldim, ko'rdingizmi, taqdim qiling. Daven sug'urtalar. Sug'urta yo'qda sizni qo'lingizda turibdi. Mana daveningiz. Buni kamerangizni o'chirib turasizmi? Mumkin emasmi kameraga olish? Bo'ldi. Yo'q, o'chirmayman. Kamera bilan gaplashasiz? Ha, kamera bilan gaplashaman. Parda nima qo'yib oldingiz? Qani parda? Men og'riqsiz pardangiz. Mana parda. Pardani ko'ryapsizlarmi? Ha? Qani parda? O tuturuq turuvdi parda. Yo'q parda bu yerda. Bo'pti. Ha? Qani prava talonlaringiz? Sizda-yu? Qani yo'q, menda bergan yo'qsiz prava talon. Bermadingmi? Yaxshi, malades. Hozir meni yoqqa turib chaqirganingiz uchun javob berasiz. Keyin hujjatni olib qo'y, menda emas degan uchun javob berasiz. Menda parda yo'q. Qani parda men aytdim. Qani parda, men qatdan bilaman, o'zingizdan so'rang. Hujjatlar yo'q ekan, tushunmas, o'sha avtomashina jarimadan. Keyin jarimadan siz prava yo'qligiga siz javob berasiz. Men javob beraman, tushun. Patrul chaqiring, siz pravani bering, nima tushunaman. Patrul chaqiraman. Pravam yo'qligi, qani pravam yo'qligi? Qanday bilib, pravangiz bermadingiz-ku? Bermadimmi? Yo'q. Yo'q. O yoqqa borib kim yozdi u yoqda? Yo'q, men kelib. Men diktofonda bor, mana shu gapingiz mana yozilyapti. Diktofonda bor, yozganlaringiz hammasi bor. Hujjatlar yo'q ekan, keling, hurmatlarga tushib, mashinada vaqt jarimadan olamiz. Qo'yasizmi? Davenisiz bor ekan. Bo'ldi, hujjatlar yo'q, prava yo'q sizda emas, to'g'rimi? Bo'ldi, marhamat, mana siz jarimadan chiqasiz mashinani. Men siz sudga berib qamataman. Chaqiring, patrulni chaqiring. Hop, chaqiraman. Guruhni chaqiring. Olgan hujjatni olmadim deyapsizmi hali? Davenisiz bersiz, xolos sug'urta. Ha, daverasini bersa nimani yozdingiz yo'qda? Pravoda rasmingiz yo'q ekan deb gapirdingiz. Qayerdan gapirdingiz? Pasport demadiz, prava dedingiz. Chaqiring patrulni. Prava dedingiz. Pravoda soqoling yo'q ekan dedingiz, to'g'rimi? Soqolingiz yo'q ekanda, talloningiz. Ya, siz yolg'on gapirib, endi prava dedingiz, endi talon yo'q deyapsiz. Ne yolg'on gapirasiz? Yolg'on gapirmaysiz. Hozir prava yo'q dedingiz, endi talon yo'q deyapsiz. Qani yo'q ekanda. Bo'ldi, yo'q bo'lsa javob berasiz. Chunki siz sразу so'rardingiz. Ay siz hozir nima dedingiz? Pravang yo'q ekan dedingiz, to'g'rimi? Talloningiz yo'q ekan. Diktofonda bor. Pravoda soqoling yo'q ekan, shuning uchun mumkin emas degan joyingiz bor ekan. Talloningiz hozir pravang yo'q ekan dedingiz mashinada. Nima yolg'on gap? Chaqir, olib borib tiqing, men siz sudga beraman. Na prinsip men siz sudga beraman. Tiqing mashinani. Qayerga chiqmayman? Chaqiring, gruppani ham chaqiring, men siz sudga beraman dedim-ku. Katalonuz karşılarını Ha? Keling o'zingizlar. O'zingiz keling. Oldu gapiring.
kelishdi. Bo'ldi, gapiring. 60-48 harakat tezligi 76 15-15. Kezo, nima qilyapsiz? Meni qo'yib keldik. Qabulmi? Keldik. Nima qilib tuhmat qilyapsiz? Parda qo'ymadan, u qo'ldim bu. Gapiring, o'rtoq komandir, nima deysiz? Mana parda qo'yib keldi, chiza bosib keldi. Parda chizib bosgan bo'lsa, protokol yozing, chizib bosding. Nima bo'lsa parda qo'yib kelgansiz, sen parda qo'ymading. Parda yo'q ekan. Ha? Parda yo'q. Men ko'zimga qarab gapiring. Pardangizni ko'tarib ko'rsatdim. Protokolingizni yozing, yozsangiz. Hozir nimaga hozir talonni olib turib olmadim deyapsiz? Pardani oldingizmi olmadingizmi? Talonni ham olmadim deyapsiz. Talonni olmadim men. Xo'sh, olmagansiz javob bering. Olib kiring, siz sudda javob berasiz. Nimangizga? Qo'rqitdim. Talon bo'lganda siz aytda so'rardingiz, qani talon deb yozayotgan. Nima? Qolganini olib kelasam ketaverdim. Qo'ysangizchi, hammasi diktofonda bor, nima deyapsiz, o'ylayapman. Diktofonda bor. Tuhmatni siz qilyapsiz. Men tuhmat qilmayapman. Bo'ldi, mana syomka qilyapman. Bo'ldi, men tuhmat qilgan bo'lsam sudlashamiz. Uning uchun alohida sudlashamiz. Talon uchun alohida sudlashamiz. Qanday? Bo'ldi. Nima muammo? Nimaga bu yoqqa mashinaga tushirib, chaqirib meni yoqqa bu yoqqa chaqirmadi. Protokolimga kelsam o'zi kelib olib hujjatlarni. Hozir ham chaqirmadingizmi? Hozir chaqirdim lekin. Nima qilyapsiz? Undan oldin ham chaqirdingiz. Chaqirish mumkin emasmi? Mumkin emas. Nimaga? Chunki men mashinadan tushishga majburiyatim yo'q. O'z syomka qilyapsiz, hujjatlaringiz ham bor. Syomka qilishga agar haqqim bo'lmasa ayting. Syomka qilishga haqqim bo'lmasa ayting. Siz boya nima dedingiz? Pravasiz mashinani boshqarib kelyapsan dedingiz. Yo'q, prava talon. To'xtab turing, talon demaysiz, to'xtab turing. Prava dedingiz-a, prava degan joyingizni gapingizni chiqarib devorib emas. Talonni do'st. Hayotda bo'ldi, siz o'sha pravani talonni yo'q qilganingiz uchun alohida siz bilan sudlashaman deyapman. Pardaga-chi, parda. Qani parda olib keling, pardani. Mashina ichidan to'g'rasamchi? Toping, marhamat. Qiynalib qolmaysiz. Qiynalmayman, toping. Mashina oldiga o'tirsangiz, marhamat qilib, mashinangiz jarimani olib kirib qo'yaman. Keyin sudlashaveramiz. Hujjatlaringiz yo'qligiga siz javob berasiz-ku, ma'lum, to'g'rimi? Qaysi hujjatim yo'q? Talloningiz yo'q. Men prokuraturaga telefon qilaman, bu yoqqa keladi, prokuratura keladi, birinchi telefon qilaman. Hozir meni birinchidan talon tarosh qilading. Qanday qilib tarosh? Ana uni yo'q deb, pravani yo'q dedingiz-da, keyin prava qanday bo'lmasa soqolingda nima bor deganni eshitganingizdan keyin nima dedingiz? Aytdingizki, "Yo'q, talon deb talonga tushdingiz." Yo'q, talonni hammasi joyida. Kamchilik bo'lganda siz mana bu yerda aytardingiz. O'rtoq, endi protokol. Yo'q, to'xtang, protokol yozib bo'lgandingiz. Aytdimmi, diktofonda bor. Ikkinchidan soqol qo'yib yurish mumkin emas dedingiz. Mumkin emasligiga siz menga asos keltirasiz. Chunki mumkin emasligi mumkin emas. Qonunni ayting, qonun bilan tanishtiring. O'sha qonun bilan tanishtiring. Siz agar soqol olib yuradigan bo'lsa, soqol qo'yib yuradigan bo'lsiz. Shaxsini tasdiqlovchi hujjatim bor. Qani ko'rsating. Shaxsini tasdiqlovchi hujjatimda qo'l barmoq izlarim bor birinchidan. Ikkinchi masala, men agar o'shanda ham o'xshata olmasangiz, siz telefon qilib dani bazadan surishtirishingiz mumkin meni. Tushundingizmi? Lekin siz menga hujjatni ko'rsating. Qarorni ko'rsating. Pravada agar soqoli bo'lmasa, soqol qo'yib yurish mumkin emas degan qonunni ko'rsating. Bo'ldi, shu bilan men shu gapingiz uchun siz bilan sudlashaman. Bo'ldi, qarorni ko'rsating, qani? Mumkin emas deyapman men. Siz demang, siz qonun bilan tanishtiring meni. Siz deyishingiz menga kerak emas. Qonunda bormi shu gap? Bo'ldi, tanishtiring o'shani. Qanaqa qonun kerak? O'sha qonun kerak. Qanaqa qonun? Pravada soqol bo'lmasa, soqol qo'yib yurish mumkin emas. Bo'ldi, siz menga qarorni ko'rsating. Soqolni qo'yib, qarorni ko'rsating. Qarorni ko'rsating. Haydovchilik yo'qmi? Qaror yo'q buni. O'rtoq, siz gapingizni eshitdim, tushundim. Siz shundoq gapirmaysiz. Qaysi qonunga asoslanib gapiryapsiz? Menga mana palonchi qonunda, palonchi moddasida, palonchi belgisida ko'rsatilib qo'yibdi o'rtoq haydovchi deb muomala qilib menga ko'rsating, men ko'ray shu narsani. Mumkin emas aka. Xo'p, ko'rsating qonunda. Qonunni ko'rsating. Bo'ldi, qonunni ko'rsating. Qonunda sudlashgan paytimizda ko'rsatadi. Qonunda sudlashgan paytimizda siz mumkin emas deyishingiz uchun hurmatli yo'l patrul harakat xizmati, mumkin emas deyishligingiz uchun avval menga qonunni ko'rsatishingiz kerak, qonun bilan tanishtirishingiz kerak. O'rtoq haydovchi, mana vaziyat, mana vaziyat. Mumkin emas deb ko'rsatishingiz kerak. Hozir men qarab turaman. Mana pravezda mana soqolingiz yo'q-a? Sizga yana aytyapman, o'rtoq komandir. Sizni bo'sh gapingiz menga kerak emas, menga qonun kerak. Qanday qonun kerak? Qaror qonun bormi? Vazirlik mahkamasida tasdiqlangan o'sha narsa. Tasdiqlangan u, ha? Qani o'sha qonun? Sudda. Qani o'sha qonun? Sudda ko'rsatadi. Nimaga sudda? Siz o'zingiz yaxshi bilishingiz kerak. Bermaydi sizga. Siz bir narsani taqiqlash uchun ko'rsatishingiz kerak. Nimani ko'rsatadi? Qarorda. Qarorda, ha? Bo'pti. Taloningiz yo'qmi hozir? Talonimni yo'q qildilaring. Kim? Sizlar. Ha, bu yo'q aka. Yo'q. Bu tuhmat qildim, mana diktofonda bor, tuhmat qilgan bo'lsam. O'sha alohida sudlashamiz. Taloni yo'qmi? Olib kiring, uni alohida sudlashamiz. Hali men mashinam
talonim yo'q deb turib shunaqa qilasizmi? Bo'ldi. Muammo yo'q. Sudlashamiz. Xolis bo'lsa qilasiz-da, xolis. Xolis menda bor chunki. Men shuncha Toshkentdan keldim, shuncha postdan shuncha gayda o'tdim, talonim bo'lmasa hayotda bu yoqqa yurmayman. Postlar yo'q-ku, qanaqa postlar o'rgan. Bo'ldi, siz haydang, men siz bilan sudda gaplashaman dedim-ku. Haydang. Haydang, men siz bilan sudda gaplashaman. Ha? Men siz bilan sudda gaplashaman. Hozir boshqarmaga telefon qilaman, boshqarmada gaplashaman. Mana kal, haydang. Qani pardasi? Pardasini olib yig'itib yuboribdi bir yoqqa. Qayerda? Shu mashinasini ichiga solib qo'ygan. Bo'ldi, ana o'sha mashinada topasiz. Qani parda? Ko'rsating pardani. Hatto ko'rsataman sizga yo'q narsa. Ko'rsating pardani. Qani parda? Nima qilyapsiz? Sen bezg'ishtiringmi? Siz haydang, men sudlashaman. So'rashib bilan tashlab kelaylik. Yo'qmi pardasi? Pardasini yig'itib yuboribdi tashlab. Talon yo'qmi? Ha. Talonni yo'q qildingiz, haydang istagankiga. O'sha yo'q qilganingiz uchun siz qonundor oldida javob berasiz. Shep o'tirib olamiz. Qanday yo'q qiladi? Diktafonda bor hammaga, o'rtoq komandir. Hozir diktafonda qo'yib beraman, uyalib qolmaysizmi? Nima muttahamchilik qilyapsiz? Muttahamchilikmi? Hozir diktafon qo'yib beraman, uyalib qolmaysizmi? Uyalib qolasiz-da. Bo'ldi, uyalmayman. Haydang, sudda qo'yib beraman. Qani qo'yib bering. Prokuraturada qo'yib Qani qo'yib beringchi? Prokuraturada qo'yib Qo'yib beringchi, men ko'raychi. Bo'ldi, prokuraturada Qo'yib beringchi. Siz haydang, men prokuraturada qo'yaman, o'shanda ko'rasiz. Siz muttahamchilik qilmang, tanlovingiz Ana yo'q. shu muttahamchilik degan uchun javob berasiz. Ogohlantirish tanlovingiz Ana yo'q. shuning uchun siz javob berasiz. Ogohlantirish tanlovingiz yo'q sizda. Haqqingiz yo'q, men talonimni yo'q qildim. Ogohlantirish tanlovingiz yo'q. Kim yo'q qildi? Bu yo'q yo'q qildi, mana bu yo'q qildi. Mana nimaga bo'lmasa isbotlayman. Qanday isbotlayman? Qanday isbotlayman? Chunki meni to'xtatganda hujjatlaringizni taqdim qiling dedi. Qanaqa hujjatlar? Sabr qiling, sabr qiling. Men prava bilan talonni berdim, nimani berdim? Hujjatni men ko'rganim yo'q bunga berganingiz. Siz yo'q edingiz chunki bu yerda. Nimaga men ashula turdim? Yo'q edingiz. Kamerani ko'taradi kerak bo'lsa. Bo'ldi, ko'taradi kamera. Mana shu yerda kamera. Mana shu yerda kamera bormi? Mana shu yerda kamera bormi? Bo'ldi, kamera bo'lmasa siz topasiz. Chunki diktafonda bor. Agar talonni bo'lmaganda sirasi so'rasiz. Qani talon derdingiz? Qani topaman? So'radingizmi? Ha, mana diktafonda bor, so'raganingiz ko'ramiz keyin. Men sizga qo'yib beraman shu. Qani qo'yib beringchi? Qo'yib beraman, sabr qiling. Prokuraturada qo'yaman. Bo'ldi. Beraverasiz, bemalol. Hayda, men nohaq bo'lsam, men Ha, nohaq bu 2%. Tuhmat qilmang. Tuhmatmi? Talloningiz yo'q. Tuhmat degan ishni ko'rib oling. Talloningiz yo'q qilib turib bu bolaga tuhmat qilmang. Bo'ldi, diktafonda bor deb. Bor, nima bor? Bolaga diktafonda bor. Agar hujjatim to'liq bo'lmaganda, menga nima derdi? Agar hujjatim to'liq bo'lmaganda, hujjatlaringizni to'liq taqdim qiling derdi. Tushundingizmi? Taqdim qiling deyapti da hozir. Qayerda deydi? Qayerda diktafonda yo'q bu narsa. Qilmaganligingizcha olib ketyapti da mashina. Diktafonda yo'q bu narsa. Talloningiz yo'q. Anaga protokolga yoz, tuhmat qilmang. Kechirib qo'yasiz-da. Keyin ishtirok plashadkaga men sudda ko'rsataman. Sizga birov tuhmat qilgani yo'q. Keyin hozir nimaga boshqarmaga telefon qilaman. Tuhmat qilishni ko'ramiz. Siz talloningiz bo'lsa, bo'ldi. tuhmat qilyapsiz. Bo'ldi.